Endi siz 3 million so'mgacha sotilgan nomerlarda mutlaqo tekinga yutib olsangiz bo'ladi. Bu nomerlar 1313, 4343, 6666 shu nomerlarda bemalol tekinga yutib olsangiz bo'ladi. To'g'ri gapiryapti. Xurcho'ra haqiqatan mutlaqo bepul yutib olsangiz bo'ladi. Buni shartlari nimaligini uchun qarang, akamizni profillarini pastga atmatib chiqib ketamiz, kollaboratsiya qilib qo'yamiz, o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Har juma kuni ikkitadan sim kartani mutlaqo bepulga obunasilar qatoridan berib yuboraman deyapti. Bitta sim kart olsangiz ikkita qilib beradi. Bunaqasi bo'lmagan. O'sha aytganimizdek xohlagan sim kartingizni yutib olsangiz bo'ladi. 1313mi, 4242mi, 6600 mi, xolasangiz belang, xolasangiz yuzsiz, xolasangiz ustalekommi, bunaqasi bo'lmagan. Undan tashqari Holmen sim kartalarimizdan bor. 3 oyga 30 ming so'mlab VIP qilib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari auksionda nomerlarni ham yutib berishadi. Masalan, siz yilingiz 2002 bo'lsa, 2002 ham yil qilib berishadi. Masalan, siz kelgani erinyapsiz, to'g'rimi? Shu sim kart olgani. Pastdagi nomerga telefon qilib, Telegramdan menga shunaqa nomerda chiqarib yuboring siz. Butun O'zbekiston bo'yicha shuni dastlabki qilib chiqarib beradi. Bunaqasi bo'lmagan, akamizni profiliga srochni o'tib, obuna bo'lib qo'ying. Bu joyda manzilga keladigan bo'lsa, Toshloq tumani ko'pchilik biladi. Agrobank ro'parasida vokzal. Vokzalda oldida shu akamizga to'g'ri uchrasalar ham xudo xolasa, sizlar ishlarni hal qilib beradi. Pastdagi nomerlarga telefon qilib qo'yinglar. Mana shu video srochni sim kart oqtarib yurgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Akamizga o'tib obuna bo'lsangiz chiqmas. Sog' bo'linglar.